Assalomu alaykum. O'zboshimchalik bilan qurilgan bino va inshootlarni aniqlash hamda bartaraf etishda davlat arxitektura nazoratini amalga oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasining davlat arxitektura nazoratini amalga oshirishning yangi mexanizmlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan shaffof qurilish milliy axborot tizimida o'zboshimchalik bilan qurilgan bino va inshootlarni aniqlash hamda bartaraf etishga oid avtomatlashtirilgan tizim yaratildi. Mazkur tizim Adliya vazirligining notarius, Ichki ishlar vazirligining ma'muriy ish, Oliy sudning adolat, kadastr agentligining UzCAD axborot tizimlari bilan integratsiya qilingan. Bugungi kunda vazirlikning davlat arxitektura nazorati departamenti hamda tuman va shahar bo'limlari xodimlari 232 ta maxsus planshetlar bilan ta'minlangan. Shuningdek, mazkur tuzilmalar xodimlari attestatsiyadan o'tkazilib, ularga maxsus guvohnomalar taqdim etilgan. Davlat arxitektura nazorati departamenti xodimlarining asosiy funksional vazifalari nimalardan iborat? Qarorga ko'ra, dastlab o'zboshimchalik bilan qurilgan bino va inshootni qurgan shaxs mazkur qurilishning noqonuniyligi va uning huquqiy oqibatlari haqida batafsil tushuntirish beriladi. Shuningdek, obyektni 15 kun ichida ixtiyoriy ravishda bartaraf etish to'g'risida ko'rsatma xati ham taqdim qilinadi. Keyinchalik maxsus planshetdan foydalangan holda o'zboshimchalik bilan qurilgan bino va inshootni qurgan shaxsga nisbatan aniqlangan huquqbuzarliklar yuzasidan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga muvofiq tegishli jazo chorasi qo'llaniladi. O'zboshimchalik bilan qurilgan bino va inshootni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish uchun berilgan 15 kun muddat tugagach, bino va inshootni bartaraf etish, buzib tashlash to'g'risida sudga to'g'ridan-to'g'ri da'vo arizasi kiritiladi. Shuningdek, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan ogoh fuqaro platformasi ishga tushirilgan bo'lib, fuqarolar o'zboshimchalik bilan qurilgan yoki qurilayotgan bino va inshootlar haqida ushbu platformaga foto va video xabar yuborishlari mumkin. Bugungi kunda Davlat arxitektura nazorati departamenti tomonidan 333 ta o'zboshimchalik bilan qurilgan bino va inshootlar aniqlanib, shundan 75 tasiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. 258 tasiga nisbatan ma'muriy jazo choralari qo'llanilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizlikni ta'minlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq binolar va inshootlarni yoki boshqa obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashga taqiqlar, cheklovlar belgilangan zonalarda ushbu ishlarni bajarish yoki aholi punktlarining tasdiqlangan bosh rejalariga, ularni rejalashtirish va qurish loyihalariga zid ravishda binolar va inshootlarni loyihalashtirish, rekonstruksiya qilish va qurish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravari, mansabdor shaxslarga esa 200 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq binolar va inshootlarni yoki boshqa obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashga taqiqlar, cheklovlar belgilangan zonalarda ushbu ishlarni bajarish yoki aholi punktlarining tasdiqlangan bosh rejalariga, ularni rejalashtirish va qurish loyihalariga zid ravishda bosh rejalarda nazarda tutilmagan hollarda binolar va inshootlarni loyihalashtirish, rekonstruksiya qilish va qurish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan. Ta'kidlash lozimki, Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori bilan tasdiqlangan reglamentda qurilish jarayonlarining aniq va shaffof tizimi ko'rsatib o'tilgan. Qurilish jarayonlarini amalga oshirishda ana shu qoidalarga qat'iy amal qilish samarali natijalarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.